بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المواساة في السنة والمجاعة. qahatchilik va ocharchilik vaqtida odamlarni ya'niki bir muvosat, bir yaxshilikka chaqirish, sabrga chaqirish, bir-biriga yordam berishga chaqirish ma'nolari ekan. 560-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytgan ekanlarki, yakunu fi oxiriz zamani maja'atu. Man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadil ja'iati. Oxir zamon bo'lganda ocharchilik bo'ladi. Kim o'sha ocharchilik vaqtida yashab turishga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shanda och qolgan jigarlar debdi, ya'ni och insonlarni boshqalarga almashtirmasin, ya'ni ochlarga yordam berishga shoshilsin, qorni ochlarga degan ekanlar. Demak, shunaqa odamlar ovqat topib yeyishi qiyin bo'lib qolgan paytda, qahatchilik, ocharchilik tarqagan paytda mo'min musulmon odamlar ana shunda og'ir holatga tushib qolgan, och qolgan odamlarga taom berish, chanqagan odamlarga suv ichirish va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishlari kerak ekan. 561-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Annal ansara qalat lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam aqsim baynana va bayna ikhwanina an-nakhila. Qala la. Faqalu takfuna al-ma'unata va nushrikukum fit-tamrati. Qalu sami'na va ata'na. Ansoriy sahobalar, ahli Madina, Madinaning tub aholisi bo'lgan sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni huzurlariga kelib, ey Allohning rasuli, mana bu bizning xurmolarimiz. Shuni o'z birodarlarimiz muhojirlar bilan bizga bo'lib bering. Ya'ni bizning xurmolarimizni olib ularga bering dedilar. Shunda Rasul aytdilar, yo'q dedilar. Yo'q. Unda ansoriylar aytdiki, bo'lmasa sizlar sarf-xarajatni qilinglar, biz mevadan sizlarni sherik qilaylik. Shunda bo'pti, xo'p. Bo'ldi, biz eshitdik, endi itoat qilamiz deydi. Nimaga desa, ansoriylar insoniyat tarixida hech kim qila olmagan katta saxiylikni qilishgan. Muhojirlar ko'chishib kelganda uyini yarmini muhojirlarga berishgan. Molini yarmini muhojirlarga berishgan, hammasi taqsimlab berishgan. Hatto ba'zilari mana ikkita xotinim bor, qaysinisini xohlasam taloq qilaman, seni uydan olasan ham deyishgan. Shu darajada muhojirlarga katta yordam berishgan. Endi bu o'sha yordamni, ya'ni bir ko'rinishi, kelib xurmo bog'larimizni bularga yarmini olib bering. Siz o'zingiz qanaqa qilib bo'lib bersangiz, shunaqa qilib bo'lib bering deb Rasululloh aytayaptilar. Rasululloh yo'q deyaptilar. Chunki Makkaliklar xurmoga qarashni bilmaydi. Ularning yurtida xurmo o'smaydi, bog'bonchilikni bilishmaydi. Bo'lib berilsa, u bo'lib berilgan bog'ning o'sha qismi qurib qolishi mumkin. Mevasi yaxshi bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aytadilar, yo'q dedilar. Nima qilamiz dedilar? Demak, sarf-xarajatni ketadigan bog'ni parvarish qilishga muhojirlar beradi, sizlar xizmatni qilasizlar, meva teng sherik. Bo'ldi deyildi, shu bilan ular xursand bo'ldi, kelishildi. Mana shundan, mana shu hadisdan sherikchilik ham olingan. Demak, kimdir xarajatni beradi, kimdir mehnatni qiladi, yig'ishtirib olgan hosilda sherik bo'linadi. Bu ham o'sha demak, ocharchilik va shu muhtojlik vaqtida yordam degani shu. Ya'ni muhtojlar muhojirlar Makkadan ko'chib kelishgan, moli yo'q, joyi yo'q, bog'i yo'q, mevasi yo'q, xurmosi yo'q. Shunga birodarlari ansoriylar bizgini yarmini olsin bular deyishyapti. Maqtov ular uchun. 562-hadis Abdullah ibn Amr danakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu qala Amr ramada wa kanat sanatan shadidatan mulimmatan بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث الحمد لله
فالله لو أن الله لم يفرزها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ocharchilik yilida, bu yil juda ham qattiq, nihoyatda shiddatli yil bo'lganida, a'robiylarga madad berish, ovqat, boshqa narsalarni yetkazib berish bo'yicha qo'lidan kelganicha urindi. Tuya yubordi, bug'doy yubordi, yog' yubordi, turli qishloqlardan yig'ib kelib berdi. O'sha qishloqlarda hammasida nima bo'lsa tamom bo'ldi. Yeyish bo'ldi. Shundan keyin Umar turib duo qildi. Duosida: "Ey Alloh, bularni rizqlarini tog'larni ustiga qildilar." Ya'ni yomg'ir, qor yog'dirdi. Duo qilganlaridan keyin Alloh taolo duolarini va musulmonlarning duosini istijobat qildi-da, yomg'ir yoqa boshladi. Yomg'ir yoqqandan keyin Hazrati Umar alhamdulillah, Xudoga shukr, Allohga qasamki, agar Alloh mana shu ishni qilib bizni boshimizdan mushkulni kushoyish qilmaganda, men musulmonlarning uyidan birorta uyda imkoni bo'la turgan bo'lsa, albatta o'sha uyga faqir fuqarolarni kirgizar edi. Ularni boqar edi. Xo'p, bir kishi yeydigan taomni, bir kishiga yetadigan taomni ikki kishi yesa hech qachon o'lib qolmagan dedilar. Demak, mana shunaqa muhtoj bo'lib qolganda, odamlar ochlikdan qolganda, rahbarlar imkoni bor odamlarni uyiga kirgizib, ochliqlarni bo'lib berib, sizlar qaranglar, shularni to'yg'izinglar, joy beringlar, yotqizinglar deyishi bu islomning hukmidan ekan. Haqiqatdan o'sha ochlik yili degan bir yil bo'lgan. Hazrati Umarning vaqtlarida juda katta qahatchilik bo'lgan, qattiq. Butun ekin-tikinlar qurib qolgan, hayvonlar o'lib ketgan va sahrodagi arablar yopirilib Madinaga kelishni boshlashgan. Hamma yoq odamga to'lib ketdi. 563-hadis Salamat ibn Akwa roziyallohu anhu dan ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Dahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baytihi minhu shay'un." فلما كان العام المقبل قال: "يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي." قال: "كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qurbonlik qilinglar bora. Qurbonliklardan sizlarni birortangizning uyida 3 kundan ortiq biror narsa turmasin dedilar. Qurbonlik so'ydinglarmi? 3 kunning ichida tarqatib bo'linglar. 3 kun o'tgandan keyin hech narsa qolmasin uyinglarda dedilar. U yil o'tdi-da, yana yil kelib, yana qurbonlik vaqti keldi. Shunda odamlar kelib: "Ey Allohning rasuli, bu yil ham o'tgan yilgidaqa qilamizmi?" deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilarki: "Yo'q, endi o'zingizlar ham yeyaveringlar, olib ham qo'yaveringlar, saqlab ham qo'yaveringlar. Chunki o'tgan yili odamlar ocharchilikda edi. Shuning uchun men ularga yordam berishinglarni istab, xohlab shuni aytgan edim" dedilar. Demak, ocharchilik bo'lsa, muhtoj kishilar ko'p bo'lsa, ana qurbonlikdan ushlab turmay, tarqatib berib, ilojini boricha o'sha ochga, muhtojga, qiynalayotgan kishilarga ko'proq yordam berish musulmonlar ommasini burchi ekan, Alloh taoloning amri, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlari ekan.